Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Mana bugun sizlarga 2 xonali bo'lgan kvartiramizni qisqachagina video albom qilib beramiz. Bu kvartiramiz sotiladi. Kimga qiziq bo'lsa kelib, shaxsan realniy ko'zlaring bilan ko'rib xarid qilishliklaring mumkin. Yuridik manzilni eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Shodlik ko'chasida joylashgan 4 etajli domning 4-etajda joylashgan kvartiramiz sotiladi. Egalar raqamlarini kommentariyada qoldirib o'tamiz. Albatta narx-navolariga keladigan bo'lsak, kelib realniy ko'zlaring bilan ko'rgandagi holatda kelishamiz. Sizlarga qisqachagina videoni boshladik. Qani ketdik. Bu yangi domimizning ko'rinish shakli. Kirish podez, bu podez hisoblanadi. Albatta avtomashinalar uchun turargohlari mavjud. Qisqacha ichkarilarini ham ko'rsatib o'tamiz. Kirganimizda kattagina koridor bu joyda. Kvadrat metr qancha ekan biroq ro'para qismida oshxonamiz joylashgan. Lekin buni hozirchaga временныйga bolalar xonasi qilib qo'yishgan. Ro'para qismida oshxonamiz. Oshxonamizning yonidagi qismida bitta o'ziga xos remontda, chiroyli dizaynda kattagina zalimiz mavjud. Kattagina zalimiz. Zalimizni oldida yotoqxonamiz mavjud. Bu joyda bitta yotoqxonamiz. Hamma xonamizni eslatib o'tamiz, polniy yevro remont holatida remontlar qilib qo'yishgan. Albatta barcha xonamiz yevro remont. Ikki xonali bo'ladi, 4-etajda joylashgan. Bu yoqda bitta umumiy sanuzelimiz mavjud va bu joyda bitta tualetimiz mavjud. Ikkita 2 xonali kvartirani bu joyda o'rtasidan buzib 4 xonali kvartira qilishgan. Albatta bu joyni zavor qilib o'rab, polniy shunday yevro remont holatida to'sib berishadi. Uzungina koridor. Tayyor ko'chib kelib yashashlik uchun tayyor kvartira. Bu videoni albatta ko'plab uy qidirib yurgan tanishlaringizga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. Obuna bo'lishni unutmanglar. Like bosish albatta esdan chiqmasin. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bundan-da ko'p obzorlar qilib berishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.